Urganch shahrida 100% tayyor Euro remontdan chiqib turgan hovli joy so'rab yurganlar uchun zo'r taklifimiz bor. Eng qiziqli joyi lokatsiyasi bo'ladi. Urganchning eng texnik joylaridan biri, plus toza havosına ega va albatta Shavot kanal yonginangizda bo'ladi. Neda ekan bu deysizlarmi? O'zlarimizda shu Qorabayirni qurugi bor bilsangizlar, Alibaba balxonasining yonidagi quruq bor. Shundan sal Tandircho'ning yo'lidan kirasizlar, Sohilbo'yi plazani yonida Berlamer City bo'layotir. Ko'rib turganingizdek, Elot ham toza Elot. Faqatgina ko'rib turganingizdek, shunday kottejlik, ikki etajli uylar qurilib boshlangan. Xudo xolasa, polni banda qurilishlar bitgandan keyin shlagbaum qo'yilib, texobga o'zingiz kirib chiqib yuraverasiz. Hovli joyimizga keladigan bo'lsak, fasad qismini ko'ring, polni travertindan chiqqan. Oldini ko'rishingiz mumkin, burchakkalari bosilib, akkuratni tip tog'lanib turibdi. Kelinglar hovli joyini ichini ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum deb mehmonlarni kutib oladigan prixojniy zonangiz bo'ladi. Prixojniy zonasini qaranglar. Umuman katta bo'lmasam, lekin komfortli etib tog'langan, hamma narsa joyida. Ya'ni perdalar ustanovka qilingan, bu yerda dekorativ foynalarni taqlaganlar. Plus, görüşünüz mümkün mebellar bilan divanning ichiga kirib ketgan. Mashina zamonaviy etib taqlangan, bemalol foydalanaverasiz. Yana garderobni etib taqlab qo'ydilar. Depasidan o'zini polgalari bor. Qaranglar, mebelni shuningdek bir aqlli etib taqlaganlar. O'sha ko'shning ichasidan doğru mebelni teyinib ketaverasiz. Shuni o'zidan bilsangizlar bo'ladi. Joya, ya'ni pul noyami hamma narsani moshisidan taqlaganlar. Bemalol teyinib qo'yasizlar. Bunda rakoynasi bor. Rakoynada qo'llar yuviladi, geriladi. Xullas ko'rib turganingizdek, oddiygina prixojkasini o'zida shuncha mehr berilgan, hammasi zo'r etib taqlangan. Prixojniy zonadan kirasizlar, hovli joyini hol qismi desak ham bo'ladi, zal desak ham bo'ladi. Xullas kengina qoldirilgan, ko'rib turganingizdek tayyor. G'alalar döşalgan, bedena pattivi zonalari mo'shnatib taqlangan, orqalari darakatilgan, podsvetkalari qo'yilgan, biralari qo'yilgan. Xullas giravashda shura televizorni asosiz, bandena dekorativ oynalardan to'liq taqlaganlar, biralari taqlangan. Xonadonni, ya'ni uyni ko'rishingiz mumkin, oboy emas, kraskadan foydalangan, ya'ni bir odam muhor etmaydigan ko'rishingiz mumkin. Har bir xonaga o'zlari bir mehr berib remont etganlar. Lustrani ko'rishingiz mumkin. Lustra ham arzon emas. Zo'rlar ustanovka qilingan, polni ham yerlarina podsvetkalar tashalgan. Xullas, yaxtidan muammo bo'lmaydi. Ishning yaxtig'ini akkuratni bo'lib turadi. Bu yerni xohlasangizlar, bu yerga uголок qo'ydirib berasizlar. Albero mebel zakaz etsangizlar, taxlid bo'ladi. Xudo xolasa, kelib ishida uголок ustanovka etasiz, bana televizorni qo'yib qo'yasiz. Xohlasangiz o'zingizga moslatib taxlisiz. Xullas, bu yerni yopib tashlasangizlar ham bo'laveradi, kichkina mini kladovka bo'ladi. Giraverishda shunday kengina joy qoldirilgan. Ya'ni bu yerga ustar kursini qo'yadigan bo'lsangiz, mehmonlarni bu yerga kutib olsangizlar ham bo'laveradi. Xohlasangizlar, birinchi etajdagi birinchi xonamizni ko'ramiz, kelinglar. Eshiklar ham zo'rlar ustanovka qilingan. Girasizlar, bu yerda mana zo'r bir svetlar tanlangan, follari, perdalar ham akkuratni etib taqlangan. Hamma narsasi full bo'lib Lustran ham zo'rlari qo'yilgan, podsvetkalar taqlangan, hamma narsasi full. Xohlasangizlar, bu yerni zal qilib qo'yasizlar, xohlasangizlar spalni qilib qo'yasizlar. Mana o'zingiz planlashtiraverasiz. Zal kerak-ku birda desangizlar, giraverishni ko'rdingizlar, kengina etib hol qoldirilgan, shuni zal etib foydalansangizlar ham bo'laveradi, bu yerni spalni etsangizlar ham bo'laveradi. Zal etaman desangizlar, zal etsangizlar. Yana ish qilib o'zlaringiz planni tuzasizlardan bosaverasizlar. Bu yerda televizor ochish uchun joylar ham qoldirilgan, bu tarafda konditsioner uchun joylar ham taqlangan. Xullas, hamma narsasi taq turibdi. Girasizlar, prosta yashab berasiz bo'ldi. Keyingisi ko'rishingiz mumkin, birinchi etajni o'zini sanuzyali bo'ladi. Ya'ni dushlari, unitazlari, rakoinalari hamma narsasi ajoyib etib ustanovka etilgan uylarimizdan biri bo'ladi. Aynan sanuzyalda yonidagi xonaga keladigan bo'lsak, kuxnyasi bo'ladi. Kuxnyaga ham qimmat g'alalar döşalgan, perdalar osilgan, kengina etib qoldirilgan. Evera ustar kursini qo'yasiz. Bu yerda choy-poy ovqatlarni taxlisini ishida oilaviy bemalol yeb ichib o'tirsangiz bo'ladi. Bu yerda televizor asib qo'ysangizlar ham joylari bor. Eng qiziqli joyga keldik. Ya'ni mebellar ham taqlangan. Qaranglar, oxirgi dizayndagi mebellar bo'ladi. Bez ruchkali, akkuratni etib taqlangan. Bemalol foydalanaverasizlar. Plus bitovoy texnikalar ham ustanovka qilingan. Ko'rdingizlarmi? Sipalasan yana doji. Goodwill vitishkalar ustanovka qilingan, Goodwill gaz plitalar ustanovka qilingan. Xullas, qimmat narsalarni pulnoyamin taqlab qo'ydilar. Oddiygina mo'ykani o'zidan tushunib olaverasizlar. Mo'ykani eng oxirgisi qo'yilgan, ya'ni full komplektatsiya qo'yilgan. Bu yerda xolodilnik ham qo'yilgan. Pul ayolmagan bitovoy texnikadan. Yana bir
arzonchi vajda qo'yilma, hammasi qimmat etib taxlangan. Banda yana mebelni o'sam akkuratni etib taxlangan. Xullas, to'g'ri girasizda, oilangiz bilan izzatib yashab o'tiraverasiz. Bo'lg'ani, aynan kuxnyani o'zidan bog' tarafga chiqadigan yerimiz bor. Ko'rishingiz mumkin. Bog' tarafida dumom ulli bo'lmasa ham normal joy qolgan. Bu yerga topchan qo'yasizlar, letni kuxnyani taxlaysizlar, xullas shashlikni bemalol shu yerda bosib berib, izzatib o'tirsangizlar ham bo'laveradi. Xullas, ko'rib turibsizlar, birinchi etajda hamma qulayliklari bor, izzatib yashayverasizlar. Polni cho'qli pol bilan jihozlangan, issiqqina bo'ladi, xudo xolasa. Qaynab turadi, o'zidan bilan qarazim, buzdingina sovuqlaridan issiqqina o'shab beradi. Ya'ni birinchi etajda cho'qli pol bo'lsa, bilasizlar, issiqlik chiqadidan ikkida qoladi. Yani patera bo'lmaydi, xullas issiqqina bo'ladi. Men o'z santexniklardan so'rasangiz o'zlari tushuntiradilar. Joyi qiziqib turgan odamlar bo'lsa, sifatini tushunib olaverasizlar. Yani eshikni urib kiraverishda bellar ham to'liq ham yeri mo'shtasi taxlangan. Kuxunni mebellarni ko'rdingizlar, butavoylarni ko'rdingizlar, perdalar ham akkuratlar ustanovka qilingan. Ko'rib turganingizdek, shu ikkinchi etajga chiqamiz. Oddiy shu lestnitsasidan ham pul ola olmayman. Jiqir-jiqir etib yotadigan lestnitsa emas, hamma narsasini sifatlisidan akkurat etib taxlatganlar, bu yerda perdalarni ham taxlatganlar. Gelingda endi ikkinchi etajni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi etajga chiqaverishda bu yerda biralar ustanovka qilingan. Hamma yeri yop-yoqda bo'lib turadi. Aytib o'tganimdek, mo'shtani taxlab qo'ydilar. Yana ikkiga chiqasiz, bu yerda shuni gengina joyi bor, hol. Bu ham shu, mehkana ustanovka qildirib berasiz, albatta, men bilan bir telefon so'zlar, o'sha poz zakaz muasirasi etganlarda taxlab beradilar. Izzat jo'ra-poralarga vaqt o'tirib, guringlashib, chaypa urib o'tirarasiz. Bu yerlar ham perdalar ustanovka qilingan. Keyin birinchi xonamizga keladigan bo'lsak, birinchi xonamiz shuningina gengina xona tushgan bo'ladi. Perdalar ustanovka qilingan, bu yerda lyustralar ustanovka qilingan. Xohlasangiz spalni, xohlasangiz zal eting. Menimcha endi spalni zo'r ketadi. Zal etsangiz ham zo'r. Sababi, misol jo'ra-poralar kelgan vaqtda bu yerda o'tiradilar. Toza havo kerakdan vaqtda shuni aytib ochasiz, gengina balkonidan ega bo'ladi. Balkon ham gengina etib qoldirilgan. Izzat foydalanaverasizda. Jo'ra-pora kelgan vaqt ham xullas, bir jurnalistlik bilan bir ikki stol qo'yadigan bo'lsangiz, bu yerdan bemalol chaypa urib o'tirsangiz bo'laveradi. Bayon tarafingiz yana ko'rib turganingizdek mutavalli siti bo'ladi. Izzat yeb ichib o'tirasizlar. Xullas, yopiq zonada joylashgan bo'ladi. Bu ko'rganlaringiz birinchi xonamiz bo'ladi. Keyingi xonamizga keladigan bo'lsak, hammasida eshiklar ham akkuratlar ustanovka qilingan. Keyingi xonamiz yana bu haqiqiy zal uchun. Yani odamlar bo'ladi, menga gengina spalni kerak deydi odamlar bo'ladi. Yine shuni spalni sezlar ham bo'laveradi. Polni bandana perdalar ustanovka qilingan, lyustralar ham kattalari qo'yilgan. Bana televizor asamanda sezlar, televizor uchun joylar ham bor. Xullas, zal desangiz zal, spalni desangiz spalni. Menimcha spalni zo'ri shu. Nechun desa gengina da taxlaysiz. Endi bir mehmon kelsa, oyda, yilda bir keladi. Lekin siz kunda o'zingiz uchun gengina joyda, ya'ni gengina xonada yashasangiz, bu bir boshqacha bo'ladi. Bellarni ham mebellarni taxlatib berib, xullas yashayverasiz va uni o'zingiz faollashtiraverasiz. Va albatta, keyingi xonamizga keladigan bo'lsak, bu xonamiz yana deski spalnya sezlar ham bo'laveradi. Bellar ham yana geng tushgan xonalar dumam kichkina emas. Dumam yana bir nima desa ekan bir katta deb dumam katta emas, xullas o'rtacha. Yani Zalotaya seridini o'shalg'a hamma xonalarda. Bu yerda lyustralar ustanovka qilingan, perdalar ustanovka qilingan. Ko'rib turganingizdek orqa tarafi polni oynalar bo'ladi. Yan taraflar ham yana qarab o'tiraverasizlar. Bu hovli joyimizni eng zo'r joylaridan biri. Bu yerda city qurilib turibdi. Bu yana Shovot kanali bor. Shovot kanalining yonlaridan xudo xolasa o'sha 3-4 yillar taxlidlardan yani dam olish zonalari bo'lib ketadi. City отдельный bo'ladi, sizlar отдельный zona bo'lasizlar. Ya'ni bu yerni sotib olsangiz, cityga kirib chiqish отдельный, bu hovli joylarga kirib chiqish отдельный bo'ladi. Hamma yer qurilib bo'lgandan keyin. Bu yerda ikkinchi etajda o'zini shunday kichkinagina sanuzel bo'ladi, balla uchun. Bemalol balla kirib chiqib, uni ko'radi. Xohlasangiz, buni olib tashlaysizdan dushoy kabineti qo'ysangiz ham bo'ladi. Lekin hozir quruvchining aytishi bo'yicha bolalar uchun shunday deski bir bani, ya'ni sanuzellar taxlab qo'yamiz dedilar. Xullas, hovli joyini ko'rib turibsizlar. Havo setsa, havo setga deyim. Pulni hamma narsasini zo'r etib taxlab qo'ydilar. To'g'ri girasizdan izzatib yashayverasiz. Bitovoylari, mebellari tax turibdi. Narxına keladigan bo'lsak, 98 ming deb tutdilar. Ustida kelishadigan joylari bor. Egalarning nomerini qoldiramiz, telefonasizdan kelishib shuni tayyor hovli joyda izzatib yashash sizga nasib etsin. Gazdan, svetdan, suvdan muammosi yo'q. Urganchni aytaman-ku, eng tinch joylardan biri. Yollari city bo'layotir, hamma qulaylik bo'ladi bu yerda. Ya'ni maktab, bog'cha deysiz, boshqasi deysiz, hammasi taxlanadi. Plus ozgina yurisiz, mechtam yonganingizda.
aytaman-ku, bir hozir shaharning ichini bilasizlar, probka bo'lib yapti, mana ne ishlatasiz, bana ne ishlatasiz. Lekin aynan shunday bir salgina bir chetroq, shaharni bir sal chetroqini olsangiz, izzatib tinchgina joyda yashayverasiz. Ulli yo'ldan chana giriladi. Yani mashin qatnab, vang bum degan seslar bo'lmaydi. Xullas, Shavot kanal bu yerda bo'ladi. Aylanib chiqasidan izzatib aylanib yuraverasizlar. Hammamizga shunday katta hovli joylar nasib etsin. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, bir like-ni bosasiz, o'zingizning fikringizni kommentariyada yozib qoldirasiz. Agar bir niyat etib qo'ygan bo'lsangiz, shunday hovli joy sizga nasib etsin. Bo'lmasa bir jo'rangiz ya bir yaqiningiz qidirib turgan bo'lsa, bu videoni bu jo'rangizga tashlab qo'ying.